Navbatdagi savol. Ustoz, men Rossiyadaman. Men yashayotgan uyda spirtli ichimliklar bor. Shu yerda namoz o'qishim va yashashim joizmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu joyda o'sha spirtli ichimlikka tegishli 10 ta odamni Rasululloh la'natlaganlar. Uni ichuvchisi, olib keluvchisi, siquvchisi, buyuruvchisi, o'tiruvchisi, sotuvchisi, oluvchisi 10 ta odam la'natlanganda qamirda. O'sha uchun u uyda sizni o'sha joyda turishingiz tavsiya qilinmaydi. Agar ilojingiz bo'lmay qolsa, mana misol uchun uchamiz. Samolyotda spirtli ichimliklar bo'ladi. Masalan, ichaman degan odamlarga olib kelib beradi ham. Yoningizdagi odam ichishi ham mumkin. Sizni imkoniyatingiz ham yo'q uni qaytarishga ham yoki tushib qolishga imkoniyatingiz ham yo'qda. Samolyotdan kuyishga yo samolyotga uchmaslik kerak. Aksar deyarli hamma samolyotda desak ham xato bo'lmasa kerak. Illoki ba'zilari bundan xorij mustasno bo'lmasa spirtli ichimlik bor. Yoki masalan mehmonxonalarga borganingizda bo'lishi mumkin. Masalan, siz o'zingiz ishingiz uchun foydalanasiz u joydan va u joyda spirtlik ichimliklar bo'lishi mumkin. Yoki avtobusda masalan ketyapsiz, yoningizda kimdir ichib ketishi mumkin. O'shanga o'xshagan holat bo'lsa, bunda zaruriy holatda to chiqib ketgunizcha uydan mumkin. Lekin u yashab turishingiz, doimiy yashashingiz tavsiya qilinmaydi u joyda. Masalan, samolyotda doim o'tirmaysiz, minasiz, tushasiz, bo'ldi. Unaqangi joylarda o'sha Allohning la'nati kelib turadigan joy bo'ladi. U joydan farishtalar bo'lmaydi u joyda. Siz yashaysiz, namoz o'qishingiz kerak u yerda. Rahmat farishtalari bo'lishi kerak. It bor uyga farishta kirmaydi deyildi. U itdan ham yomon u. Aroq bo'lgandan keyin u la'nat tushgan. Itga la'nat tushmagan. U it qayta ovga o'rgatilsa, u vafodor, u ovlagan ovi halol bo'lgan narsa it. Bu aroqda la'natlangan. O'shanday holatda odam bir joyda o'sha uyda yashab turishi to'g'ri ish emas bu. Chiqib ketish majburiy bu. Masalan, borgan joy topmay qolsangiz, chiqib ketgunizcha turib tursangiz mayli endi. O'sha masalan xuddi mehmonxonalarda masalan borsangiz, aroq nimalari bo'lishi mumkin, bufetlari bo'ladi boshqa. Sizga aloqasi yo'q uni. Borasiz, siz uyga kira olasiz, yashaysiz, chiqib ketasiz ish bitgandan keyin. Yoki samolyotda minasiz, tushib ketasiz. O'shanday masalan vaqtinchalikka yashab tursangiz bo'ladi. Lekin doimiy uyda yashasangiz, unda namoz o'qiysiz, rahmat farishtalari bo'lishi kerak u joyda. La'nat tushib turgan joy bo'lsa, u qanaqa holat bo'ladi? Mo'min odam bunaqangi holatdan tezlik bilan qutulishga harakat qiladi. Allohu a'lam.